Buni har bir oyoq kiyim kiyadigan inson bilishi kerak. Birinchisi, kiymaydigan poyabzalni qanday saqlash kerak. Uni shunday qilib paketga solib, fen bilan isiting. Changdan himoyalaydigan qoplama yasadingiz. Ikkinchisi, sapoglar g'ijimlangan bo'lsa, tashvishlanmang. Paypoqlarni yig'ib ichiga soling. Bukilgan joyni mato bilan yoping. Keyin ehtiyotkorlik bilan dazmollang. Etiklar yana yangidek ko'rinadi. Uchinchisi, poyabzal qutisini idishining ostiga qo'ying. Qutilarni vertikal qilib ustiga qo'ying. Oddiy poyabzal javoni poyabzal tartibini ancha soddalashtiradi. To'rtinchisi, oyoq kiyimlarni kir yuvish mashinasiga soling. Iplarni shunday qilib siqib qo'ying. Poyabzal yuvish hech qachon bunday oson bo'lmagan. Beshinchisi, bir bo'lak simni qizdiring, uni shippak tagiga bosib qo'ying. Yangi naqshlarni kesib olishingiz mumkin va endi ular sirpanchiq bo'lmaydi. Oltinchisi, bolangizga poyabzal olmoqchi bo'lganingizda, uni oyog'ini trobuchka bilan o'lchab oling. Shu yo'l bilan doim to'g'ri razmer sotib olishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling va shu kabi eng foydali ma'lumotlarga ega bo'lib boring.